Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy Markaziy xabar torining 11 ayning 21 kundagi xabarda bildirilishicha, 18 noyabr Xitoy hukumatining bir tutash o'rlashtirilishida atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik pedagogika universitetida Osonliq millatlar rayoni Xitoy tili ma'rif tadqiqot bazasi qurilgan. Egilishicha, Osonliq millatlar rayoni Xitoy ma'rif tadqiqot bazasi qurilishi boshlang'ich va o'rta maktabdan universitetga qadar bo'lgan muhim bosqichlarni besib o'tib, Xitoy ma'rifini davomli cho'nqur qanot yaydirib, Xitoy hukumatining yuqori darajali ma'rif tadqiqot guruhi qurilishini keng qanot yaydirishni maqsad qilgan. Bu qurilish ichirish murosimidan keyin atalmish Xinjiang Pedagogika universiteti har qaysi boshlang'ich va o'rta maktablarda Xitoy ma'rifining yuqori sifatli taraqqiyoti temasida ilmiy muhokama qilishgan. Hamda har qaysi noyalar va shaharlardagi boshlang'ich o'rta maktab mas'ullari bir yerga jam bo'lib, Xitoyning darslik o'lchami va yangi darsliklar haqida Xitoy tili o'qitishining yuqori sifatli taraqqiyotiga ahamiyat berish va amaliylashtirish to'g'risida bir yurish, muzokara va fikr almashtirish bo'lgan. Xitoy analizchilarining deyishicha, bu yig'inning chaqirilishi atalmish Xinjiangdagi boshlang'ich va o'rta maktablarda Xitoy ma'rifining yuqori sifatli taraqqiyotiga intayin foydali bo'lib, har millat yosh o'quvchilarning Xitoy o'rtaq tilini o'rganish, tilga varislik qilish va ilgari surish iqtidorini o'zliksiz o'stirdi ekan. Shundaqla Xitoyning an'anaviy madaniyati va sotsialistik madaniyatini hamda Shi Jinpingning yangi davrdagi Xitoylarning alohidaligi bilan sotsializm haqidagi yangi ideyasini tushunishda oshqosh rol o'ynaydi ekan. Xitoy Tangritog torining 11 ayning 21 kundagi xabarda deyilishicha, 11 ayning 14 kundan 18 kunigacha Malta ishchilar partiyasining yosh kadrlar vakillari o'miki Xitoy hukumatining o'rlashtirishi bilan Sharqiy Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, Urumchi shahri va G'o'lji qatorliq joylarga berib, har millat kishilari bilan atalmish 100 turan fikr almashtirib, atalmish Xinjiangning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti haqida tushuncha hosil qilgan. Bu vakillar o'mki Urumchi madaniyat markazi sari, Urumchi xalqaro cho'ng bozori, atalmish terrorlik qarshi turish va asabiylikni tugutish ko'rishi bosh tema ko'rgazmasi zali va atalmish Xinjiang san'at instituti qatorliq joylarni ziyorat qilgan. Vakillar o'mkazlari bu rayonlarni ko'zdan kechirish jarayonida Xitoy hukumatining har qaysi millatlarning an'anaviy madaniyatini qo'g'dash, taraqqiy qildirish va uning varislik qilish uchun ko'rsatgan tirishchiliklarga yuqori baho bergan. Ziyorat jarayonida Xitoy hukumatining aloqador mas'ullari ma'rif, davolash, madaniyat, sayohat, millat, din, yezilarni gullantirish qatorliq ahvollarni tanishtirgan. Ziyorat guruhi a'zolari birdek Xitoy davlatining taraqqiyot muvaffaqiyatlari hammalarga ayon ekanligini bildirib, atalmish Xinjiangdagi har qaysi millat kishilarining baxtli va tinch-omon turmush kechirayotganligida shak yo'q ekanligi, vaziyatning inoq va muqim ekanligi, g'arblarning deganidek irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak qatorliq ahvollarning mavjud emasligi, shundaqla Malta davlatining izchil Xitoy bilan nihoyat do'stona munosabati bo'lib kelganligini hamda Xitoy bilan bo'lgan o'zaro almashtirish va hamkorlikni texnik kuchaytirib, o'zaro do'stlikni texnik chang'itib, ikki davlatning o'rtaq taraqqiy qilishida davomli hamkorlik o'rnatishni xohlaydiganligini bildirgan. Xitoy iqtisodiy kundalik xabarlar torining 22 noyabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning har qaysi o'lkalarda temperaturning uzluksiz tuvanlashiga ergishib, Xitoyning ko'mirga bo'lgan iste'mol talabi davomli ko'rilgan. Atalmish Xinjiang temir yo'l tarmoqlari qish faslidagi tuvan havo haroyi faslida Xitoy o'lkalarining issiqlik energiyasiga bo'lgan talabini amallashtirish uchun ularni ko'mir bilan ta'minlashga kafolatli qilib, energiya shirkatlari bilan hamkorlik o'rnatib, qatnashni rivojlantirib, Sharqiy Turkistondan Xitoyning har qaysi o'lkalariga ko'mir to'sh sur'atini texnik tezlatish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatgan. Hozir qadar to'shilgan ko'mir miqdori 51 million 709 ming tonnaga yetib, o'xshash mezgildagidan 7,17% oshgan. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimizning ko'mir boyligi intayin bol bo'lib, Xitoy hukumati bu boyligimizni har kunidagidek muqim foiz bilan Xitoy o'lkalariga shiddat bilan o'tkazayotdi. Xitoyning atalmish Xinjiang temir yo'l tarmoqlari ishkiri o'lkalarga bevosita ko'mir to'sh iqtidorini texnik a'lolashtirgan bo'lib, Gansu, Chengdu, Chongqing, Guizhou qatorliq joylarga eng tez suratda ko'mir yetkazishni ishga oshirgan. Bu yil kirganda buyon Xitoyning atalmish Xinjiang temir yo'l tarmoqlari aloqador zavod, korxonalar va yuk tashish markazlari bilan aktiv moslashib, har biri eng oz bo'lganda 45 alohida ko'mir tashish poyezdi tashkillab, ko'mirning to'shilish miqdori va subtining eshishini qo'lga keltirgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.